Assalomu alaykum hurmatli MMA muxlislari. Bizning bugungi eksklyuziv mehmonimiz One Championship eng yengil vazn chempioni Avazbek Xolmirzayev. Uzbekistan! Avazbek Ninja Xolmirzayev! You know that and like you don't know. I tear the club up for show. This flow is gon' break mojo. You know what that and like you don't know. Assalomu alaykum Avazbek. Avvalambor sizni chempionlik kamari bilan tabriklaymiz. Rahmat. Avazbek, chempionlik kamarini necha marta himoya qilmoqchisiz va birinchi himoyani kimga qarshi qilmoqchisiz? Endi xudo xolasa birinchi himoyani kim pastda chiqib kelayotgan bayslar bo'ladi. Endi ba'zi topga yetib kelayotgan bayslar bo'ladi. 61da yoki mana shu oxirgi urushgan sopernigim bilan ham bo'lishi mumkin. Bu bitta jang o'tkazgandan keyin. Xudo xolasa shu bir marta zashta qilish niyatim bor, xudo xolasa. Undan keyin boshqa vesga o'tmoqchiman, xudo xolasa. 57 gami? 57 ga, xudo xolasa. Vaznni ko'tarib, yarim yengil vazn chempionlik kamarini ham yutib, One Championship ex chempion bo'lish niyatingiz bormi? Xudo xolasa rejalarimda bor-yu ham. Agar One Championship UFC promotion bilan qo'shma turnir tashkil qilganida siz UFC eng yengil vazn chempioni Pyotr Yan bilan jang qilgan bo'larmidingiz yoki yarim yengil vazn chempioni Alex Volkanovski bilan jang qilgan bo'larmidingiz? Pyotr Yanni endi qanday desam, baribir bitta tarix o'zi, Pyotr Yanni o'zi jang qilib ko'rgan bo'lardim. Jang qilgan bo'lardim Pyotr Yan bilan. Tim Alex Volkanovskiga qaraganda Pyotr Yan bilan jang Pyotr Yan bilan jang qilgan bo'lardim. Nima deb o'yladingiz? Yutadingizmi jangni? Endi bilmadim, jangda bu baribir. Bitta zarba hal qilib qo'yadi deydi-ku. Yutgan bo'lardingiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilgan bo'lardim-da. Chempion bo'lganingizdan so'ng hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi va bu yutuq sizga qanday maqsadlar berdi? Shu chempion bo'lgandan keyingi maqsadlar juda katta o'zi, xudo xolasa shu nasib bo'lsa shu kamarni bir marta himoya qilgandan keyin ikkinchi vaznni kamariga ham hujumga o'tmoqchimiz. O'shaning uchun o'shanga qattiq kirishish niyatidamiz. Maqsadlar ham shu. Avazbek, professional karyerangizda eng katta qiyinchiliklar, to'siqlar qachon bo'lgan? Shu haqida gapirsangiz. Shu o'zi professional karyerani boshlagandan boshlab qiyinchilik boshlanganda o'zi. Endi baribir har bitta sportsmenda qiyinchiliklar bo'ladi. Sekin-sekin o'shalarni yengib o'tganmizda. Endi uni aytsam ko'p gap bo'lib ketadi-da. Hamma sportsmenda ham qiyinchilik bo'ladi. Bizga ham o'zimizga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan. Lekin hozir unaqa qiyinchiliklar yo'q, xudoga shukr. Hozir yaxshi hammasi joyida. Baribir hamma biladi, ko'tarilganingizdan keyin hammaga kerak bo'lasiz. Ko'tarilgan vaqtingiz vaqti qiynalmaysiz-da, chunki hamma keladi, nima yordam qilay, nima qilay, qanaqa yordam kerak senga degan odamlar ko'p bo'lib ketadi baribir. Ko'tarilgangachalik yordam berish kerak o'zi asli sportsmenlar hammasiga yordam beraman degan odamda siz o'sha tanilganingizdan keyin oldingizga kelgandan ko'ra o'sha boshidan yordam bersa qayta hurmati ham oshadi, oldingizda sizga ham bo'lgan hurmatingiz oshadi-da unaqa odamlarga. Ko'tarilgan vaqtingizda kelganda baribir olding unaqa bo'lmaydi-da. Bo'ladi, bir martalik bo'ladi-da, keyin siz ham shu bir marta qanaqa muomala qilsa, bir marta siz ham shunaqa muomala qilasiz. Avazbek, kelajakdagi rejalaringiz qanday? Kelajakdagi rejalarimiz endi rejalarimiz juda katta. Xudo xolasa sportdan ko'proq natijalar kutyapmiz hozir, xudo xolasa shu endi harakatimizga yarasha beradi degan umidamiz xudoyam. Lekin maqsadlar juda katta. Murabbiylaringiz haqida gaplashsak, birinchi murabbiyingiz kim bo'lgan va hozirgi professional faoliyatingizdagi murabbiyingiz kim? Birinchi murabbiyim Jizzaxda bo'lgan. Biz o'sha Jizzaxda yashaganmiz. Sportdan boshlab taekvondo yo'nalishidagi boshlaganman o'z sportni. Kirib kelishim mana shu taekvondo bo'lgan. Trenerimning ismi Jamshid aka degan odam bo'lganda, o'sha birinchi trenerim shu menga polniy nima desam endi fundament qo'ygan odam o'sha odam bo'lganda menga. O'sha meni baza bergan odam o'sha odam. Hozirgi professional karyeradagi trenerim Ozod aka Pardayev. Pashti 3 yil, 3,5 yildan beri birga ishlaymiz Ozod aka bilan. Hozir polniy mehrdan hammasini Ozod akadan olyapman. Birinchi murabbiyingiz bilan MMA da boshlaganmisiz? Yo'q, MMA da emas, shu taekvondo yo'nalishida bo'lgan. Birinchi murabbiyim o'sha yoshlik vaqtimdagi. Haqiqiy menga o'sha baza bergan, o'sha fundament qo'ygan odam o'sha bo'lganda. Taekvondodan MMA ga o'tish
qiyinchiliklar Yo'q, tug'dirmagan. qiyinchiliklar tug'dirmagan. Endi tekvando shu yosh vaqtimiz 6 yosh, 7 yosh vaqtimizdan boshlanganda o'zi sportga kirib kelishim o'sha yoshimdan boshlangan. 5 yilcha, 6 yilcha polniy tekvando bilan shug'ullanganman. Undan keyin qo'l jangi bo'lardi, bilsangiz, rukopashli bo'y deydi, unified deydi, ushu sanda degan sport turlari bor keyin. Musobaqalarga chiqqan. Hammasiga chiqqanman o'shalardan. O'shalardan keyin qiziqish paydo bo'lgan MMA ga. Rezultatlari zo'r. Rezultatlarim yaxshi lekin. Ushu sandadan O'zbekiston chempioni bo'lganman. Unifieddan O'zbekiston chempioni bo'lganman. Tekvandoni o'zidan ham O'zbekiston chempioni bo'lganman. Yoshlar o'rtasida-da. Olimpiadaga harakat qilmaganmisiz? Yo'q, olimpiadaga endi u vaqtda bilmayman, endi bizlar tushunmaganmiz menimcha olimpiadani. Unaqa qiziqish bo'lmaganda o'sha imенно professionalga qiziqish bo'lgan. Aralash jang san'atiga qiziqish katta bo'lganda. Shuning uchun sekin-sekin bo'lib mana endi hozir rezultatimiz yaxshi ekan aralashda ham. Olimpiya chempion bo'lmasak ham jahon chempionimizda. O'zimizning yo'nalishda hozir. Hamzat Chimayevning mag'lubiyatiga ko'pchilik shubha bilan qarayapti. Nima deb o'ylaysiz? Bu mag'lubiyatga bukmeyker kompaniyalarining aloqasi bormi? Endi meni fikrim, bukmeyker kompaniyalarining aloqasi umuman yo'q. Hamzat Chimayevga bukmeykerlar beradigan puldan ko'ra o'zini prezidentini qaratgan e'tibori menimcha vobshe bukmeykerlarniki menimcha yo'lda qolib ketsa kerak deb o'ylayman. Chimayevni endi hamma ko'rdi bor, bo'yni charchadi o'zi ham. Sapernik ham normalniy edi, unaqa slabiy sapernik bergani yo'q, o'ziga mos ikkalasi. Shon Strickland kuchli jangchi. O'zi ham kuchli edi, janglari ham zakonniy bo'ldi deb o'ylayman. Unaqa lekin kelishilar bukmeykerlar bu endi o'zimizda ko'p odamlar, tikkan odamlar shunaqa o'ylaydi-da aka, o'shalarga pul tikayotgan odamlar shunaqa o'ylaydi. Hamzat Chimayev bukmeykerlar nimasiga sotildi yoki uyushtirildi bu bo'y deb o'ylayapti. Aslida u Hamzat Chimayevlarni menimcha chesti ancha baland yursa kerak, bu bukmeykerlar beradigan puliga qaraganda ham. Normalniy sportsmen o'zini chestidan kechib bukmeykerlarni bergan taklifiga rozi bo'lmaydi deb o'ylayman-da, chunki u prezidenti qanaqa hurmat qiladi uni, o'zini xalqi bor orqasida turgan. Tem bo'lib Checheniston, Dog'istonda anolari, odamlari bari boshqacha bo'ladi-ku, bilasiz o'zi, chest juda mahkam ushlaydi-ku unaqa narsalarni. Unaqa uyushtirilmagan deb o'ylayman. Meni fikrimda endi qolganlar, tikkanlar shunaqa o'ylaydi, baribir uni yo'q desangiz ham isbotlab ham bera olmaysiz ularga. Yo'q, bu tikilgan, bu uyushtirilgan bo'y edi deb baribir o'ylaydi-da aka, to'g'risi. Bizning fikrimiz lekin unaqa bo'lmaydi. Sportsmenlar, boshqalar, sportni tushunadigan odamlar unaqa fikrlamaydi deb o'ylayman-da. Bu fikr faqat tikkanlarni o'zini aldash uchun o'ylab topgan yangilikdan bittasida. Yoshlarga sport orqali o'zlarini rivojlantirish bo'yicha sizdek katta promotionlarda chempion bo'lishlari uchun qanday maslahat berasiz? Endi yoshlarga maslahat beradigan bo'lsam, avvalo birinchi o'rinda mana shu sportga kirdimi, uni qiyinchiliklarini ham hisobga olib kirish kerak birinchi o'rinda. Uni qiyinchiliklarini hisobga olmadimi, kirmasdan boshqa yo'nalish tanlash kerak-da, chunki buni orqasida qancha mashaqqat, mehnat, sabr, kuch, iroda, o'zingizga ishonch juda katta bo'lishi kerak, juda yuqori bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mening fikrim, kirgan vaqtingizdan to yarimgacha o'sib siz tanilmaguningizcha sizga hech kim yordam ham bermaydi, hech kim sizga qaramaydi ham, e'tibor ham qaratmaydi. O'zingiz mana shu narsalarga asta-asta qadamma-qadam deydi-ki, zinama-zina, sekin-sekin chiqib boraverasiz. O'sha yo'llaringizda hamma narsa paydo bo'lib boshlaydi o'zi. Menejerlarning ko'ziga tushasiz, baribir yaxshi jang o'sha qanaqadir ligalarda urishib yoki bir lyubitel musobaqalarda chiqib o'sha ko'zga tushib boshlaganingizdan keyin e'tibor qaratib boshlaydi o'zi mana shu kattaroq ligalarga olib chiqishdi. O'shandan sekin-sekin o'sib boradi, lekin asosiy maslahatim sabr qilib, mehnatni qilib, yaxshi shu rejimga tushib, umuman neto yo'lga yurmash kerak. Faqat to'g'ri yo'lda, o'zining yo'nalishida maqsad bilan bosish kerak-da yoshlar. Sal kiradida bular qiyin ekan, pul yo'q, pul menga yozadi aka, misol uchun, o'sha ko'p yosh bolalar yozadi-da ko'proq. Pul topmoqchiman deb yozadi-da. Bu yo'nalishda pul yo'q, misol uchun. Bu yo'nalishda kami 5-6 yil siz pul yo'q aka, to'g'risida hech kim unaqa menimcha kirgandan boyib ketgan deb o'ylamayman. Hali o'zim unaqa pul topganim yo'qda, to'g'risi. Shu yo'nalishga kirdimmi, chempion bo'laman yoki nimadir bo'laman degan maqsadda kirish kerak deb o'ylayman. Pul, boshqa narsalar u asta-asta o'zi sekin-sekin yetib keladi hammasi. Faqat o'zini vaqti bilan-da, o'sha kirgandan
birdan bitta ikkita yutgandan keyin уже ko'rsangiz o'ziga sig'may ketadi ko'payasizlar. Bunaqa bo'lmasin deb o'ylayman, deyman, maslahatim. Qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. Yordam beradigan faqat ota-ona, oila, boshqa hech kim yordam bermaydi. Oila ishonch bildirsa, o'zida ishonch bo'lsa, o'zini maqsadiga yetadi hamma sportsmen. O'zi ko'zlagan narsaga yetadi. Men ham misol uchun oddiy qishloqda bolasiman. O'sha qishloqdan mana shu darajaga yetib kelganimcha qancha qiyinchiliklar o'tganda, bu narsa o'zimizda oddiy mahalla, shu qishloq deymiz, mahallami, o'shaning ichida ham bir isbotda bolalarga o'sha harakat qilgan, intilgan narsasiga yetishishni bir isboti deb o'ylayman. O'zimni shunaqa ko'rsatgim keladi. O'sha daraja 0 darajadan 100 ga chiqishdi. O'sha boshidan sekin harakat qilib, men ham misol uchun 1 yil, 2 yil oldin hech kim tanimagan, endi mana shu Valensiyaga chiqib urush boshlaganimdan keyin sekin hamma tanib boshladi. Chempion bo'lganimdan keyin o'sha hamma taniyapti-da, shunaqa bola desa, bizdan ham chiqqanmi shunaqa bola deydi-da. Ko'zga tushmaganmiz bizlar umuman. Hech kimga bir lishniy divizyon bo'lmagandan keyin ko'zga ham tushmaysiz aka, professional sportsmenlarni, даже mendan zo'rlari ham bordir balkim, o'zimizda bor. Tanimaysiz-ku yaxshi normalniy, to'g'rimi? Yo hech qayerda bir ko'rmagan ularni shov qiladigan yoki bir nima deb gapirib chiqib, birovga viziv tashab, unaqa narsani ko'rgansizmi professionalda? Hech qaysida ko'rmagansiz, to'g'rimi? Unaqa narsa bo'lmaydi-da. Tiqa o'zini ishini qiladi, bajaradi, bo'ldi. Maqsadi o'sha oladigan gonorari bo'ldi, shu oilasi, sportni oilasi, sport xuddi ishdek bo'lib qolgan bizlarga ham. Qancha e'tibor qaratsangiz, shuncha natija zo'r bo'ladi. Qancha e'tibor kam bo'ladi, natija ham kam bo'ladi. Maslahatim shu, hozirgi yosh o'sib kelayotgan sportsmenlarga maqsad bormi, oila ishonyaptimi, bosish kerak oxirigacha, to'xtamash kerak. Avazbek, vaqt ajratib podkastimizga kelganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kattakon rahmat aka sizlarga ham, shuncha e'tibor berib chaqirganlaringiz uchun ham rahmat. Ishlaringizga omad sizlarga ham.